Bismillah. Assalomu alaykum, hurmatli bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchi do'stlarimiz, yurtdoshlarimiz. Mana hammalaringiz kuzatib turibsizlar. Diqqat e'tibor bilan hamda mana shu mehribon yurtdoshlarimizni, xalqimizni qalblariga bir muhabbat uyg'otib kirib borayotgan inson qadri saxovat karvonimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahriga ham yetib keldi. Mana bugun Xudo xolasa 5-kun hasharimiz davom etibdi. Ko'pchilik YouTube ijtimoiy tarmoqdagi hamyurtlarimiz 6-7 kundan beri video qo'ymaganim sababli o'zimga ham aloqaga chiqdilar. Mana bugun 2025-yil 15-may sanasi. Mana shu Qoraqalpog'iston Respublikasida Nukus shahrida qisqacha qilib tushuncha berib o'taman. Milliy gvardiya saflarida xizmat qilib, uzoq yillar davomida 2019-yil nafaqaga chiqib, hamda 2022-yil jigar sirrozi kasalligi bilan dunyodan o'tgan Serjan Karamiddinov Sadulla og'amizni oilalari uchun uy qurib berishga keldik. Oldingi manzilimiz Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi hasharimizni tugatib, yuqorida videolarni qo'yganman, oxirgi jarayonlarni ham to'g'ri mana Nukus shahriga uchib keldik. Bu marhum akamizni oilalari 3 nafar voyaga yetmagan farzandlarining uyi yo'q edi. Ijara sarson sargardon bo'lib yurgandilar. Mana shularni ham bir uylik qilish maqsadida shu Qoraqalpoq do'stlarimiz, bavurlarimiz, qardoshlarimiz bilan birgalikda ham nafas bo'lib bir yoqadan bosh chiqarib hasharni boshlaganmiz. Hozir sizlarga qisqagina qilib obzor qilib o'taman. Hurmatli guruhimiz a'zolari, bu 121-oila hamda 11-uyimiz. Qurib berayotgan 11-uyimiz. Bu qilayotgan xayrli ishlarimizda mana shu butun guruhimiz a'zolari, mehribdaryo insonlarning hissalari bor albatta. Mana shu mehribon saxovatpesha inson siz azizlarimizni ihsonlaringiz orqali mana shu hasharlarimiz davom etyapti. Hozir sizlarga qisqagina qilib video obzor qilib o'taman. Ko'pchilik savol bilan chiqadi. 100-oila Toshkent tumani edi. Nimaga birdaniga 121-oila deb o'zimga ham savollar bilan chiqdilar. Azizlarim, 100-oila edi. Orada ro'za Ramazon oyida saxovatpesha akalarimizni mablag'larini kam ta'minlangan oilalarga respublika bo'ylab ular ham songa kiradi, chunki buni zamirida akalarimizning ehsonlari yotibdi. 20 ta oilaga tarqatganmiz. Hozir 121-oyda Xudo xolasa 5-kun bugun noldan barpo etamiz. Noldan yerida mana shu yerni kelinimizni otalari mana 4 stuq joyini qizlariga hadya qildilar. Shuni hozir fundamentlarini qo'yib, mana ishlar ham ehson orqali keldi. Shuni Nukuslik Azamat og'amiz 30 mingta g'ish ehson qildilar. Alloh rozi bo'lsin shu kishidan. Mana bu hol bo'ladi. Mana bu yoq katta, mana bu hol bo'ladi. Mana bu xona qizimizga bo'ladi. Qizimizga alohida xona qilamiz. Akamizdan qolgan bir qiz, 2 o'g'illari bor. Mana bu oshxona qilib beramiz, chiroyli qilib. Azizlarim, bular kim ekan? Usta ekanmi deb haligi ko'pchiliklaringiz o'ylashlaringiz mumkin-da, bular pulga usta ishlaydi. Yo'q, bular hamma mana shu akalarimiz nafaqaga chiqqan Milliy gvardiya saflaridan, ichki ishlar sohasi vakillari safidan nafaqaga chiqqan hamkasblarimiz bular. Xolis Alloh uchun kel o'g'lim. Mana shu Avazbekda akamizning o'g'li. Mana shularni qo'llab-quvvatlash maqsadida, shu Allohning roziligi uchun bolajonlarimizga bir motivatsiya berib, bularning hayotga bo'lgan muhabbatini oshirish maqsadida mana shularga uy qurib beraylik deb kelib, hamjihat bo'lib, o'zbek elin, mana shu Qoraqalpoq elin bir onadan tug'ilgan eksperizentlarday bo'lib mana davom ettiramiz. Mana biz uyimizni bu tomoni yuqori bo'ldi. Xullas kalom, mana bu zal bo'ladi.
Rahmat og'amizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Ha, mana xo'sh keling. Akalarimiz bular pensionerlar, shuni vaqtini ayamay, oilalaridan ham kerak bo'lsa vaqt ajratib shu yerda yordam qo'lini cho'zyaptilar. Bu kishi Davlat og'amiz. Bir ko'rsatib o'ting. Tursunboy og'amiz. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Tursunboy og'amiz. Tingani yo'q bular 5 kundan beri. Sarsen og'a. O'sha Alvon Beret sohibi. Har doim hammalari qachon bu Nukusdagi 3-uy qurishimiz Rulan og'a, Erlan og'a, Anvar og'ani ko'pchilik taniydi. Hammalari mehribon insonlar. Mana bu xullas mana bu xonamiz ikkita o'g'limizga yotoqxona qilib beramiz, xudo xolasa. Hojatxona bilan yuvilish xonasi bu orqaga bo'ladi. Mana bu yerni ochamiz hozir. Xullas, rahmat. Qisqa qilib video qilib o'taman yana. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatuvchi do'stlarimiz uchun maqsadimiz odamlarni rozi qilish azizlarim. Bizni kuzatishda davom eting. Yurtboshimizning umrlari uzoq bo'lsin. Biz ham yurtboshimizga kamarbasta bo'lib xalqni rozi qilish, mana shularni yana bitta yurtimizda kam ta'minlangan, uysiz, muhtoj oila kamayadi nasib bo'lsa. Rahmat azizlarim, sog' bo'linglar.